Xo'p, 21-masalaga e'tibor beringlar. 21-masalada nechta 3 xonali sonda 2 yoki 3 raqamlardan aynan bittasi ishtirok etadi deyapti. Ya'ni 2 yoki 3 dan bittasi ishtirok etgan degani 2 bor 3 yo'q. Bu bitta vaziyat. Yoki de bo'lmasa 2 yo'q 3 bor bo'lgan vaziyat. Demak, 20-masalada qaranglar. 2 ishtirok etgan, 3 ishtirok etmaganini topganmiz. Ya'ni 2 bor 3 yo'qlar soni menda 200 ta chiqdi 20-masala. Demak, bu 200 ta xuddi shunday 2 yo'q 3 bor, ya'ni 3 bor 2 yo'q ham menda точно 200 ta. Demak, jamini so'ragan, 200 bilan 200 ni qo'shib qo'yaman, menda 400 ta, demak 3 xonali shunaqa son bor. Demak, 22-masalaga o'taman. 1 2 3 4 5 7 raqamlardan foydalanib nechta 5 xonali juft son yozish mumkin? Demak, 1 2 3 4 5 7, demak bu yoqda 6 ta raqam bor. A variantda raqamlar takrorlanmasin degan 5 xonali son bo'lishi kerak. Demak, A B C D Y. Demak, juft bo'lish uchun menda y teng 2 yoki de bo'lmasa 4 bo'lishi mumkin. Demak, birinchi holda y teng 2 bo'lgan vaziyatini ko'raylik. Y teng 2 da nechta vaziyat bo'lsa, y teng 4 da ham shuncha vaziyat bor точно. A B C D 2. Demak, A ga men 6 tadan bittasi chiqib ketdi. Demak, 5 xil. B ga necha xil usulda tanlash mumkin? 4 xil. C ga 3 xil va D ga 2 xil. Ko'paytiradigan bo'lsam 20 60 120 ta, demak vaziyat borligi kelib chiqadi. Demak, bu menda y teng necha 2 bo'lgan vaziyat. Y teng 4 da ham shuncha. Ya'ni 120 tani ustiga 120 tani qo'shib qo'yaman. Nechta bo'ladi jami? 240 ta. Bu raqamlar takrorlanmagandek vaziyat. B raqamlar takrorlanishi mumkin degan A B C D Y. Endi Y ga 2 xil usulda tanlashim mumkin, ya'ni 2 yoki 4. Farqi yo'q. Demak, A B C D larga demak takrorlanishi mumkin bo'lgani uchun A ga ham 6 ta, B ga ham 6 ta, C ga ham 6 ta va D ga ham 6 ta. Ya'ni bu 2 ko'paygan 6 darajasi 4 ta, demak vaziyat bo'lishi mumkin. B shartda raqamlar takrorlanadi desa. Demak, 23-masalada 6 raqam ishtirok etmagan 4 ga karrali 5 xonali sonlar nechta deb savol bergan. Demak, 6 raqami yo'q bunda. 23-masalada. Xo'p. Necha xonali? 5 xonali. A B C D Y. Bu demak menda 5 xonali sonlar soni. Bu 5 xonali sonlar ko'rinishi demak. 4 ga bo'linish sharti nima? Oxirgi ikkita raqamdan iborat son 4 ga bo'linishi kerak. Men A B C D Y larni har biriga men 6 dan boshqa raqam tanlayman, ya'ni 6 yo'q deb tasavvur qilaman. Xo'p, D ga 4 ga bo'linishi uchun 6 borlar nechta? Misol uchun 6 borlar, oxirgi raqam 6 bo'lsa, misol D 6 bo'lsa, D teng menda 1 3 5 7 bo'lishi mumkin, 9 bo'lishi mumkin. Ya'ni 5 ta 6 D bo'lgan paytda demak D teng menda 0 4 8 bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yoqda 3 ta. Ya'ni jami 8 ta. Ya'ni 8 tasida 00 dan boshlab 96 gacha, ya'ni 25 ta son bor. Ya'ni 00 04 08 4 ga bo'linadiganlar 25 ta. 25 taning ichidan men 8 tani chiqib tashlashim kerak. Ya'ni 17 tasida 6 yo'q. Ya'ni D ga men 17 xil usulda son tanlashim mumkin. 6 yo'q qilib 4 ga bo'linadigan qilib. Demak, A ga necha xil usulda son tanlashim mumkin? 0 bilan 6 ni tanlay olmayman. 8 ta. B ga nechta? 9 ta, chunki 6 ni tanlay olmayman. C ga nechta? 9 ta. D ga demak 17 ta. Ya'ni jami 8 9 9 17 ta degan vaziyat kelib chiqadi menda 23-masalada. 24-masalada e'tibor beringlar. Raqamlar orasida aniq bitta bir mavjud bo'lib, 0 ham 3 ham qatnashmaydigan 5 xonali sonlar nechta? Ya'ni aynan bitta bir bo'lish kerak. 0 ham 3 ham qatnashmasligi kerak lekin. Ammo hozir 0 ham 3 ham qatnashmaydiganlar hisoblasam, 0 bilan 3 umuman yo'qlar hisoblasam, buni ichida yoki da bo'lmasa 1 bor, yoki da bo'lmasa 1 yo'q.
Uni bir borlarni so'rayapti mendan. Demak, nima qilishim kerak? 0, 3, 1 yo'qlarni hisoblayman. A, B, C, D, Y bo'ladigan bo'lsa 5 xonali son ko'rinishi 0, 1, 3 yo'q. Ya'ni nechta 7 ta raqam ichidan tanlashim kerak bo'ladi. Demak 0, 1, 3 yo'qlar soni. Demak 0, 1, 3 yo'qlar soni 7, 7, 7, 7. Ya'ni bu yoqda 7 darajasida 5 ta variant bor. Ya'ni 0, 1, 3 yo'qlar mana 7 darajasi 5 ta. 0, 3 yo'qlar nechta? Demak 0 ham 3 ham yo'qlar. 8, 8, 8, 8, 8. Ya'ni 8 darajasida 5 ta. Ya'ni 8 darajasi 5 ni, demak buni ham hisoblab qo'ysak bo'ladi. Endi nima qilamiz? Biz ayiramiz. Demak 8 darajasida 5 dan ayiraman 7 darajasida 5 ni. Shuncha sonda demak 1 bor yoki 1 bor, ammo 0 bilan 3 demak yo'qlar soni bu. Demak 8 darajasida 5 minus 7 darajasida 5 ta. Xo'p, demak sizlar bilan davom etamiz. 25-masala. Raqamlar orasida bir mavjud bo'lib, 7 ham 3 ham qatnashmaydigan turli raqamli 5 xonali sonlar nechta? Demak, bu yoqda nima deyapti? Turli raqamli deyapti. 25. Bir bor, lekin nechi 3 bilan 7 yo'q. Demak 3 bilan 7 yo'qlarni hisoblayman birinchi. 3 bilan 7 yo'qlarni hisoblayman. Nechta? Demak 5 xonali bo'lsa A, B, C, D, Y. 3 bilan 7 ni tanlay olmayman. A ga demak 0 ni ham tanlay olmayman. 9 tadan demak 10 ta raqam bor edi, 3 tasi chiqib ketdi. A ga demak necha xil usul bilan? 7 xil usul bilan tanlashim mumkin. B gachi? B ga necha xil usul bilan tanlashim mumkin? A ni tanladim, 3 bilan 7 ni tanlay olmayman. Demak 8 tadan bitta ketdi, bu yoqda ham 7 ta, keyingisida 6 ta turli raqam degan uchun keyingisida 5 ta va keyingisida 4 ta. Demak bu 3 bilan 7 yo'qlar. Demak 3 bilan 7 yo'qlar orasida yoki da bo'lmasa 1 bor, yoki da bo'lmasa 1 yo'q. Demak 1 yo'qlarni hisoblashim oson. Ya'ni A, B, C, D, Y bo'ladigan bo'lsa, men 1 yo'q bo'lish uchun demak A ga nechta variant bor? 6 ta, chunki 1, 3, 7 chiqib ketdi, 0 ham chiqib ketdi. 6 ta. B ga ham xuddi shunday 6 ta, chunki 1, 3, 7 chiqib ketdi. 7 ta qoldi, ani ham tanlagandim 6 ta. Keyingisida 5 ta, 4 ta, 3 ta. Demak mana shu javob kelib chiqadi. Shuncha ta. 1 yo'qlari soni bu. Demak men bundan tepadagidan pastdagini ayirsam 1 bor, 3, 7 yo'qlar kelib chiqadi. Ya'ni ayirishda 6, 5, 4 demak umumiy ko'paytuvchi menda. Olib chiqaman. 7 kere 7 demak 49 minus 6 kere 3 18. 21. Demak 30 120 ko'paygan 21. Jami demak 12 kere 21 menda nechi bo'ladi? 240, 12, 250, 2520 taligi kelib chiqadi. Demak 25-masalada 1 bor, 3 bilan 7 yo'qlar soni demak 2520 taligi kelib chiqar ekan. Demak davom etamiz. Sizlar bilan 26-masalaga o'tamiz. 26-masala juda bir chiroyli masala. Shaxmat doskasida ikkita to'rani bir-birini olmaydigan qilib necha usulda joylashtirish mumkin debdi. Ya'ni men birinchi navbatda shaxmat doskasini chizib olay. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Demak mana bu 8 kere 8 shaxmat doskasi. Tasavvur qilinglar, mana birinchi to'rani men 64 ta katagini
xohlagan joyiga qo'yishim mumkin. Вот mana любой joyiga. Bu yoqqa bo'lsin, bu yoqqa bo'lsin, farqi yo'q. To'ra qaysi kataklar yopadi? O'zini to'g'risidagi kataklar yopadi. Ya'ni mana shu to'rani qo'yganimdan keyin demak nechta katak yopildi menda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana buni sanamizlar. 11 12 13 14 15 ya'ni 49 ta xot bor ekan ikkinchi to'rani qo'yishim uchun. Ya'ni birinchi to'rani qo'yish uchun 64 ta, ikkinchi to'rani qo'yish uchun 49 ta. Ya'ni to'rani qaysi joyga qo'ysam ham 15 ta katak yopiladi. Demak 64 kara 49 ta usul bilan joylashtirishim mumkin bo'lar ekan. Demak, ikkita to'rani joylashtirishlar soni 64 kara 49 ta. Endi 3 ta to'ra desa nima qilaman? Demak, shaxmat doskasini birinchi tozalab chiqaylik. Amayli chizamiz uni. Bitta muammo emas. Вот mana bitta to'rani qo'ydim. Birinchi to'rani demak mana 26 bo'ldi mana bu. Endi 27. Birinchi to'rani qo'ydim. 64 ta usulda. Bu nechta katak ketdi? Mana bu kataklar ketdi. Yani 15 ta katak yopildi menda. 49 ta katagi demak xohlaganimga qo'yishim mumkin ikkinchisini. Mana qo'ydim. Yana nechta katak ketdi? 1 2 3 bu ketib bo'lgan 4 to'rani qo'yganim 5 6 7 bu yoqda 8 9 10 11 12 13 tasi chiqib ketdi. Yani 36 ta variant qoldi demak keyingi to'rani qo'yish uchun. Ya'ni bu 8 kvadrat, 7 kvadrat, 6 kvadrat. Keyingisida уже aniq 25 ta katak qoladi. Misol uchun mana bu yoqda bo'yasam, mana buni bo'yaydigan bo'lsam, qaranglar, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, ya'ni 25 ta. Keyingisini qo'yish uchun birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisida demak 16 ta, 6-chisida 3 kvadratiga tushamiz 9 ta, 7-chisida 2 kvadratiga tushdim 4 ta va 8-chisida 1 kvadratiga tushdim 1 ta. Yani hammasi kvadrat bo'lgani uchun bu 1 2 3 va hokazo 8 ni nimasi kvadrat, ya'ni 8 faktorialni nima kvadratida usul bo'ladi. Demak 28-masalada ikkita farzini bir-birini olmaydigan qilib joylashtirishlar soni deyapti. Bu masala demak o'zlaringizga mustaqil bo'ladi. Bu masalada ozgina kamchilikni joyi bor. Shu kamchilikni joyini ko'rib bu haqda alohida bitta video qilamiz. Demak 29-masalaga o'tadigan bo'lsak, nima deyapti? 3-raqami 4-raqamidan aniq ikkita kichik bo'lgan, demak 6 xonali sonlar nechta? Demak bizda necha xonali 6 xonali son haqida gap ketgan. Bu yoqda bu qanday qilishimiz mumkin? Shu 6 xonali sonni demak 29-masala bu. 29-masalada so'rayapti 6 xonali, ya'ni A, B, C, D, E, F. 3-raqami 4-raqamidan aniq ikkita kichik bo'lishi kerak. Ya'ni CD ni men necha xil usul bilan yozishim mumkin? 0 2 1 3 va hokazo 7 9. Ya'ni 8 ta usul bilan yozishim mumkin. CD ni demak aynan ikkita kichik bo'lgani uchun demak 8 ta usul bilan yozishim mumkin. A, B nichi? A ga 9 ta, B ga nechta? 10 ta. E ga 10 ta, F ga ham 10 ta. Demak jami vaziyatlar soni 9 10, CD ga 8 xil vaziyat bor. 10 10. Ya'ni 9 10 10 10 bu 9000. 9008 ga ko'paytiradigan bo'lsam 72000 ta demak vaziyat bo'lishi mumkin. İşte 3-raqami 4-raqamidan aynan ikkita kichik bo'lganlar soni. Endi 30-masalada ozgina demak fikrlaymiz. Xo'p, nima degan 30-masalada? 3-raqami 4-raqamidan kichik bo'lgan 4 xonali sonlar nechta deyapti.
Ya'ni A, B, C, D. 3-raqam 4-raqamdan kichik bo'lishi kerak. Demak, C kichik D bo'lishi kerak. Xo'p, men hozir C ga 0 olsam, D ga nechta variant bor? 1 dan boshlab 9 gacha, ya'ni bu yoqda 9 ta. C ga 1 olsam, o'sha D 2 dan boshlanadi. 9 gacha 8 ta. 2 olsam, aniq bilaman 7 ta. Chunki 3 dan boshlanadi 9 gacha. 7 ta. 3 ta, 6 ta va hokazo va hokazo. Xullas C teng 8 da. D teng faqatgina 1 bo'lishi mumkin, ya'ni bitta. 9 bo'lishi mumkin, ya'ni faqatgina bitta. Va C 9 bo'lsa, D 10 bo'lishga majbur, ya'ni unday bo'la olmaydi. Jami demak hisoblaydigan bo'lsam 1, 2, 3 va hokazo 7, 8, 9 lar qo'shaman 45 ta. Ya'ni C D bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlar soni C D, C kichik D, C bilan D 0 bo'lishi mumkin. 0 lar ichidan tanlanishi mumkin. Bu demak nechta vaziyat? 45 ta vaziyat bo'lishi mumkin. Demak, A ga men necha xil variant bilan tanlashim mumkin? A ga 9 ta, B ga 10 ta, C D ga 45 ta. Ya'ni 90 ko'paytirilgan 45 ta, demak, shunaqangi 4 xonali son borligi kelib chiqadi. Demak, 30-masala ham tugadi. Qolgan masalalari demak alohida bitta video qilib yozamiz.